Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bizlarga Kia Ray mashinasi kelgan. Mashinamiz elektromobil. Orqa eshiklari, salon holatlari, pataloglari qoraytirilgan, zavodskoy holatda. Bu mashinalarimizda o'rtasida stoyka bo'lmaydi, bir tomonida. Mashinamiz tashqi ko'rinish holatlari. Mashinamiz Samarqand shahrida nalichda tayyor turibdi. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Mashinamiz 16380 km yo'l yurgan. Salon holatlari. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz.